Hurmatli svarchik ishlatadigan akalar. Mana svarka apparatlar ko'p buzilib, ko'p kuyib kelyapti. Buni ko'p buzilib, kuyishiga sabab svarchik shogirdlarga beryapmiz yoki qo'shningizga kimgadir ko'p holatda kimdir olib ketgan vaqtda buzilib kelyapti. Bu narsaga sabab ishlatishni bilmaydi. O'sha shogirdlarga berishdan oldin shunaqa xizmatlar bor. Mana ustaxonaga olib kelsangiz, shunaqa mana tok kirib kelish qismiga shunaqa zashita platalar bor. Qo'yib beramiz. Shogirdlar bemalol xohlaganida ishlataveradi. Svarka apparatimiz kuyib hech narsa qilmaydi. Ishlab chotki o'sha zashita plata o'zi qayerdir atkas qilsa, noto'g'ri ishlatsa, o'zi ajratadigan qilib beramiz. Hozir buni shogird yigitlar ishlatgan, dirjaklarini yopishtirib qo'yish jarayoni bo'lganmi, tok baland kelganmi, noto'g'ri ishlatganligi sababli svarka apparatimiz kuygan. Shu apparatimizda hozir mana to'g'rilab kuygan zapchaslarini qo'yib, garantini qilib, chotki qilib ishlatib berdik. Svarchik akalarga tashlab qo'yinglar. Kimda shunaqa svarka apparat bo'yicha muammolar bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kачество chotki sifatli qilib to'g'rilab beramiz. Sog' bo'linglar.